Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bizning yana konteynerlarimiz klientlarga jo'natish jarayonidamiz. Buni sizlarga bir yoritib o'tamiz deymiz. Bu eshigimiz Xitoyda yaxshi eshiklari. Bunga kiradigan bo'lsak, birinchi xonamiz dosh bo'lgan. Doshimizda bor doshpaddan 90 ga 90 lik. Dosh semestitillari ariston bilan jihozlangan pardasi bor. Yuvinganda pardasini tortib yuvinadi, qoliga lilonimiz solingan. Ikkinchi xonaga keladigan bo'lsak, ikkinchi xonamiz ham xuddi shunaqa eshiklar qo'yilgan. Yaxshi eshiklari. Bu yotoqxonaga mo'ljallangan. Bunga 8 o'rinli karavot ham solib beramiz. Hozir karavotlarimiz qo'yganimiz yo'q. Romlari plastmas rom. 2 qavatlama yaxshi romlar qo'yilgan. Bunga avtomatikasi 4 talik shet yig'ilgan. Qamoqxonani elektrikasi mana shundan boshqariladi. Kabellariga keladigan bo'lsak, kabellarimiz 2 ga 2,5 kabel. Har bittasi plus, bittasi minusga ishlaydi. Yaxshi kabellar qo'yilgan. Bu 3-xonamiz ham xuddi shunaqa. Xona qilingan. 8 o'rinli karavot qo'yib beramiz bunga. Bunga ham shunaqa plastmas rom, polililonum, devori dekorplast, patologga ham dekorplast urganmiz sifatini oshirish uchun. LED lampalar bilan yoritilgan. Har bitta xonada eshik to'g'risi konditsioner qo'yilgan. Sabab eshikdan kelayotgan issiq havoni yo sovuqlikni ushlab qolish uchun. Bu yuqorida ko'rsatgan konteynerimizda po'sta holatdasi ish jarayonida hali. Bu 12 metrlik konteyner. Konteynerimiz mana shunaqa holatda bo'ladi. Biz bunga ushlab berib chiroylaymiz. Rekalariga 3 ga 4 lik reka ishlatamiz. Bu normalar ushlab turish uchun plastiklar qotirishlarimiz o'tiblinasiga 1000 watt ishlatamiz, knaftiga. Qoliga lilonim soladi. Lilonimdan oldin biz bunga lilonni uzun solib qo'ymaymiz. Buni tekislab, uni ustidan sintofon solib, keyin lilonim solamiz. Patologiya ko'rsatib o'tamiz. Hozir bu yoqda yana ish jarayonini sizga yoritib o'tamiz. Bu yoqda tayyorlanish jarayonlari bu konteynerdan juda ham ko'p zakaz olganmiz. Примерно 10-15 ta atrofida. Bu yoqda ish jarayonlari bo'lyapti. Hammasi tayyor konteynerlar. Tayyor ham bir ish jarayoni ham bo'lyapti bu yerda. Bu o'tiblina bo'layotgan jarayoni 1000 wattdan qalinligi bo'y ko'rsatib o'tmadik. Qalinligi mana shunaqa 10-15 atrofida bo'ladi. Mana shu holatda o'tiblina qilinadi. Ko'p joyda buni o'tiblinani ajratib qilishar ekan. Bizda unaqa emas. Mana shu holatda qilinadi. Bizda hozir yana bu yoqlarda ham ish jarayonlari bo'lyapti. Mana konteynerlarimiz bir baho berishlaringiz mumkin. Cheklanmagan miqyosda sifatli, tez, hamma qilib beramiz. Konteynerlar ham yomon emas, sifatli konteynerlar.